Yoshlik bu ajoyib, butun dunyo ko'z oldingizda bo'ladigan, dunyoni yanada yaxshi tomonga o'zgartirishga intilish tuyg'usi bor davrdir. Jamiyatimizni oldi qadam tashlashda o'z kuchini ayamaydigan, yurtimizning barcha yoshlarini ushbu 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Koson tuman axborot kutubxona markazi jamoasi xodimlari tabriklaydilar. Sizlarni sevimli bayramingiz, azmi shijoat, go'zallik va kamolot ayyomi Yoshlar kuni bilan yana bir bor samimiy tabriklab, barchangizga sihat salomatlik, baxt va omad tilab qolamiz. Barcha O'zbekiston yoshlarini bugungi 30-iyun Yoshlar kuni bilan tabriklaymiz. Yoshmiz, dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay, yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay, har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari, buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari. Ajdodlardek yorug' yuz bo'lmoq uchun nurlashaylik O'zbekiston yoshlari. Dunyo ko'rib qo'ysin biz yoshlar kuchun, birlashaylik O'zbekiston yoshlari.